بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية miras ilishqa sebep bo'lgan azizgardilik huquqi munosabati masalalardan ikkinchi masala. اختلف العلماء في من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له. Buni islom ishqman qavaqlarda boshqa millatlardan arablarning qo'lida, arab musulmonlarning qo'llarida musulmon bo'lganlarni chiqdi. Birisining qo'lida musulmon bo'lsa, musulmon bo'lgan kishining egilik huquqi yoki miras oladigan egilik huquqi shu musulmon qildigan kishidan musulmon bo'lsa sababchi bo'lgan kishiga tava bo'lamdi deydi. Bunda ulamolar ixtiloflashgan. فقال مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة. يعني bu jumhur olimlar jamoaning ichida Imom Ahmad mashhur rivoyatda mushullardan billah. La wala lahu. Bular yo'q, musulmon qilish sababi orqali unda azobgarlik munosabatiga o'xshash unda bir egilik tavallik huquqi bo'lmaydi deb qaradi. وقال أبو حنيفة وأصحابه له ولاؤه إذا والاه. Ashunda o'zaro to'xtalishib og'in o'g'anday qarindoshlik munosabati qilib, mana musulmon bo'lishing sen sababchi bo'ldi. Islom degan katta bir ne'mat. Xuddi masalan hurlikka erishishmi bu katta bir ne'mat bo'lgandek, islomiyatga erishishmi bu katta ne'mat. Sen qo'lingni musulmon bo'lding, undan keyin biz og'ini bo'laylik. Men o'lib ketsam, rasul san qolsin degandek bunda bir to'xtamlashib qolsa bo'ladi deydi. وذلك أن مذهبهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرثه ويعقل عنه. Bularning mazhabi, yani Imom Abu Hanifa'ning mazhabida bir odam bilan muola qilishib, og'in o'g'il qarindoshlik to'xtami qilishib, kelishsa bir-biridan miras oladigan, asl mirasxo'rlar bo'lmagan ahvolda miras oladigan va uningki jinoiy ishlarni sodir qilib qolsa, uning jon va badan to'lamlariga to'lam oladigan bunda bir huquq paydo bo'ldi deydi. Aqila bo'ldi demoqchi. O'zaro to'xtamasa. Bu Imom Abu Hanifaninki qarashi. Ya'ni asli mirasxo'r bo'lmagan bir kishi, bir musulmon, yat bir musulmon bilan to'xtamlashib, biz og'ini bo'lishaylik. Menda qolgan miras ham qolsin deb o'zing mirasxo'rlar bo'lmay, yolg'iz bir odam bo'lsa, to'xtamlashib, tuqqan bo'lsa uning mirasi ana qoldigan ahvol bor edi. Yani mazhabda asli bunda bir to'xtamlashsa bo'ldi degan yo'l bor ekan. Nimada musulmon bo'lgan ahvolda birisining qo'lida bo'lsa, birisining tashviqoti bilan, birisining kuch sarf qilishi bilan hidoyat edib shuning qo'lida shahodat musulmon bo'lgan ahvolda bu katta bir ne'matga sabab bo'lgan bo'ldi. Lekin bu ishlarni o'ttirdimi, endi to'xtamlashsa ig'dochilik huquqi bo'ldi debdi. وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره ما لم يعقل عنه. Ondan bunun qarta egilik huquqi agar xalq boshqalarga o'tkaziladi dedi. Ma lam ya'qil anhu degan, ya'qil anhu degan diyetni topshirib berishmi yoki shuning diyetlarini boshqalarga berishmi? Boshqalarga diyet to'lamagan bo'lsa Söyleyeceğiz. Bundan sonra yukarıda feyretu ve yaqilu anhu diyen miras alalıydı hem bunun diyetlerini söylemelerini tülep koydu. Hem ya da ve enne lehu en yansarife men velâihi ila velâe gayrihi ma lem yaqil anhu.
Yani onun diyetlerini tülügen ahvalda kaçtı başkalarına büyük qo'yadi. Tülgen bo'lsa, ularning miras elishishunga bog'liq ketdi. وقال غيره بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه. Başkalar to'xtamlashmasimi? İman etgandigilar shuni qo'lda. Şunlar onun velası şunun bulak kıtıdır. İmam Ebu Hanife'den farkı, İmam Ebu Hanife toxtamlaşkan ahvalda buldu. Mavla toxtamlaşkan Müslüman boğanıkıllam, şunun kolda Müslüman boğanıken kaçıda velası şunun bulak kıtıdır. Bu İshaq ibn Rahway'nın karışı, yani İmam Ahmed'in kâgin bir rivayet. فعمدة الطائفة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem muttafaqun alayhi hadisga innamal vala'u liman ataqa degan so'zi jumhurning dalili. Yani bu igdochilik huquqi degan azat qilguvchiga bo'ladi dedi. Yani musulmon qilguvchiga degan gap yo'q bu yerda. Va innama hadihi allati yusammunaha al-hasira. Innama tufidul hasr dedi. Vala degan faqatla azat qilguvchiga tava bo'lgan huquq demakchi. وكذلك الألف واللام هي عندهم الحصر الولاء بما تفيد الحصر دمج. ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم عليه. مش هذا الحكم محكوم عليه خاصا بالدور. الولاء ديان شو حكم تسك لمن أعتقد ديان محكوم عليه ديك. يعني الولاء خاص بالمعتق دمج. الولاء ديان شو igdochilik huquqi azat qiluvchiga xos demakchi. La yusharikuhu fihi ghayruhu. Boshqalar unga shirik bo'lmaydi demakchidir. Yani hadis mazmuni shu dedi. Yani alla yakuna wala'un bihasab mafhum hadha al-qawl illa lil-mu'tiq faqat al-mubashir. Davankan mushu hadisning mafhumini asab, mafhum muxolafasini asab masalan nima mazmun chiqdi bo'lsa o'z bevosita ozod qilgan odamga shu ozodgarchilik huquqi bo'ldi. Undan boshqalarga bo'lmaydi. Ya'ni boshqa musulmon qilib hidoyat topgan odam bo'lsin, to'xtamlashgan bo'lsin, unga bo'lmaydi demoqchi. Bu xuddi hozir mafhumun muxolafadek dalil xitob. وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة. Yani bir mazhabning ayında qarindoshlar to'xtamlashib bir-biriga ega chaqib bo'ladigan huquqni isbotlashda dalili qavluhu ta'ala va likullin ja'alna mawaliya mimma taraka al-walidan wal aqrabun wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Yani wallazina aqadat aymanukum sizlar ahdi paymanlashib to'xtamlashganlar bo'lsa fa'atuhum nasibahum ularning miras haqqini beranglar. مشو آيات دليل قلده وحجة من قال الولاء يكون بنفس الإسلام فقط. عند إسحاق بن راهويه إمام أحمد تنكاين بروايته مسلم بولا شنو قول مسلم بولganlar o'ttirda ajnabilik ikki chaqiliq munosib bo'ludi deganlarning dalil bo'lsa hadithu Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu qala sa'altu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam anil mushriki yuslimu ala yadi muslim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan musulmonning qo'lida islom etgan bir mushrik haqida so'rasam faqala huwa ahaqqun nas wa awlahum bi hayatihi wa mamatihi. U yana shu musulmon kon musulmon deydi. Ayyan musulmonning hayoti bilan bo'lsin, mamoti bilan bo'lsin, tiriklik bilan bo'lsin, o'limi bilan bo'lsin, hamma jihatdan eng haqli boshqalardan bakrak ega bo'ladigan kishi dedi. Va Imom Ahmad va ashabu sunan rivoyat qilgan sahihlikda ixtilof bo'lgan hadis. Lekin bu hadis hamda miras ilish voqealigida unda bir aniq emas. Mamati degan balki yurtlar bu yerga qo'yib qo'yish majburiyati bor degan bo'lishi mumkin. Va qado bihi Umar ibn Abdul Aziz. Xalifa Umar ibn Abdul Aziz mushunda hukm qilgan. وأمدة الفريق الأول جمهورنا دليل أن قوله تعالى هذا جمهورنا دليل ديجمس جمهورنا كان هنبي مذهب كان هديارا كان سوزي دينام دليلنا بيان قرآن إنما الولاء لمن أعتقد بالظلم عندنا هنبي مذهب كذا والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ديان آيان دليل كان جمهور بنا رديا بالوطن
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ miras ayetleri bilan mansub bo'lib ketgan. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم deb aytishgan. Ansar bilan muhojirlar qarindosh bo'ldi. U bir-biridan miras oldilar, mulkini taqsim qilib shunama qarindosh aqa baynal muhajirin va ansar. Qarindosh munosabat o'rnatdi. Shunda ketayotgan chaqda Rabbdan Alloh taolo yusikumullohu fi auladikum debam mening seni bilgina oyat tushdi. Shundan o'zi xohlagan qarindosh bo'lib ulashning miras olish bu bekor qilindi. Urug'ni Alloh rasululloh bo'ldi demoqchi. Va anna zalika kana fi sadr al-islam. Islomning dastlabki davrida shunda bo'lgan. Muhojirlar ansarlarni qarindosh qilgan chaqda keyin endi ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah degan oyat tushgan. Deb bu oyatni hukmini mansub qilmoqchi. وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته. أن الولاء ديگه شو إقداچلıq huquqi deydi. Bu iqdacılık hukukunu setiş bulmaydı. Sen falanı iqdacılık hukukumunda bu ilip kessem ama Resulü devam birisiga bu şu hukukunu man sizge setite deb bunda birisi ötünep bir sattığa şey yok. ولا هبته onu hediye qilib birisi bulmaydı. لثبوت نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu cheklab sayyidiskagilik uchun bu qaysi hadisga? Buxoriy Muslimda mushafda bir hadis kelgan emas. Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. İlla wala is-saiba. Faqatlam igichaqsiz bunda holatda valasiz azat qilinib ketgan bunda bir kishi bo'lib qolsa, buningdan da ixtilof bor. Lekin valalik azatgardilik qayda huquqi bor odam bo'lib qolsa, unikini setish, hadiya qilish, bo'lishda bunda ijmo bor. Ya'ni chekindo deganda ijmo bor, ittifoq yo'q. Faqat sahiba bo'lib qolsa, buning masalasida ixtilof bor. Sahiba degani nima? Sahibaga aslida bir odamni undan tashlab ketgan, qo'yib o'tgan. Hech qanday chaqilmay qo'yib turgan narsa. Sahiba. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sahibati wala wasilati wala ham. Sahiba degan aslida tugundan unda bir nisbatan masalan erkek o'tilab bo'lsa masalan aqaqdan nisbatan meni qilsa buni bunun razı uchun jariyatda qo'yib unga yukma atmay unda taklifsizdan buni erkin qo'yayotganini sahiba dedi. Shu tugilmanda qo'yibdi. Vasila ham deganmi shunda tugildi. Bir-biridan farq bor. Endi va pul kelgan chaqda azat qilgan chaqda sizni azat qilayotgan iglik huquqim bor deb undan qilmaysan. Iglik huquqim sizda yo'q, sen erkinda qo'yayotgan pullar. Vala huquqi boshqalarning qo'lida bo'lmagan, bunda bakrak erkin bo'lib ketgan qullar. Ya'ni uning bo'ynida birisi qarta unda vala huquqi bo'lmagan qul. Hozir endi buning ayrim bir gap so'zi bor. Ixtiloflar mushun haqida bir ixtiloflar bor. Lekin buni hozir bayon qilmoqchi. Lekin yuqoridagisi sahibadan boshqa bunda vala huquqi normal pullarda o vala huquqini setish, hiba qilish yo'q. Ama sahibaning ustidan setini yo'llanma sandigimiz. المسألة الثالثة اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة هنا خجاينة قلغا سمندا إيجاك قصص من دقيقة الجاك شيء أنت حر من نظرة أنت سائبة فقال مالك عنده سائبة قيوت يعني أزاد قيوت سينجا مشون لكن مشاهدان إيجاكس بلامدو يعني ولا عادة كل زاد قيانك بلا منهم الولاء للمعتق لمن أعتق أن بلامدو بمنده فهذا اختلاف بشت ولاؤه وعقله للمسلمين onun azatgarlik huquqi va uning diyatlarini to'lash yoki diyatlarini topshirib berish deydi.
Muşula Müslümanların kulu buldu debdi. Ve cealehu bimanzilati men u'tika anil muslimin. Huddan Müslümanların namıda Müslümanlar bu kul azat kılıverkendek insanlar unda olkin bunun vala hukuki Müslümanlar buldu. Huddan azat kıyıvıcı Müslümanların bir vekili okşar. Vakalet hesabında düşünüldü. İlla en yuride bihi ma'nal etq fakat. Fakat bunda bu sahibe degan bunda ilçaksız degan gapni maqsad qilmay, men azat qilmoqchi edim, azat qilishni usulini ishlatdim deb qolsa, bu chog'da valasi shu azat qilgan kishi bo'ldi. Normal anta hurul vajillar deganga o'xshash bo'ldi. Lekin sahibe degan ma'noni maqsad qilib qolsa, bu chog'da uning igdachi huquqi musulmonlar bo'ldi. Bu shaxsiy bo'lmadi. Chunki u xuddi men igdachlik huquqini o'zim talab qilmayman desini bo'ldi. Qo'yayotgan deganga o'xshash. Igdachi huquqidan biz tanazul qilib azat qilayotgandek. Fayakun vala'uhu lahu. Demak, azat qilishni o'ylab shu so'zni ishlatib azat qilgan holda igdachi huquqi adat normal azat qilgandek shu azat qiluvchi bilan bo'ldi. Bu musulmonlar jamoati bo'ldi. وقال الشافعي وأبو حنيفة ولاؤه للمعتق على كل حال. Bunun azat ketlik hukuki her qanday ahvolda azat qiluvchi bo'ldi debdi. Ve bihi qala Ahmad ve Davud ve Abu Thur. Undan keyin bu jumhurning qarashidir. Imom Shafiy, Abu Hanifa, Ahmad, Davud, Abu Thur. Imom Ahmad lekin bir rivoyatda shunday degan. Ishaq ibn Rahoymi barmish qatar. وقال طائفة له أن يجعل ولاءه حيث شاء. Yani bazı doktor bu özünün igdachi huquqini xohlagan kishiga basi bo'ldi. Buni egan falonasi bundan keyin deb. Wa illa miwali ahadan kana wala'uhu lil-muslim. Birasini igchaq qilib bekitmasa, uning igchaqlik huquqi musulmonlar bo'ldi. Wa bihi qala al-Layth wal-Awza'i. وكان إبراهيم والشعبي يقولان لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. بيات النظرون إلا ولاء السائبة إلا ولاء السائبة استثناء قلده بنظرنا إبراهيم والشعبي ساسا برغس بلدو دب قرغاشقا ونده إجماعي وقت. وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. يعني الغير مسألة دليل قيغان دليلان همسه أشو الجمهورنا دليل بلاليدو. إنما الولاء لمن أعتق ديانا. وأما من أجاز بيعه ديانا إبراهيم النخعي والشعبي ديانا تابعي لا فلا أعرف له حجة في هذا الوقت. لا نعم أساسا مشunda buludu deb sassa yoki yeb qilasi buldu deganligini men bilmayman. Dalilini bilmayman. المسألة الرابعة ثالث مسألة اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم. علماء مسلمان bir qulninki ولا حقوقه haqida ixtiloflashdi. إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لما يكون. Hristiyan bir xo'jayin musulmon bir qulini azat qilayotgandan keyin bu musulmon qulning igdachi huquqi kimda bo'ldi endi ixtiloflashdi. Qabla yuba'a liman yakun. Bu qabla yuba'a deganga ortiqcha bo'lishi mumkin. Ha? Nasib. Satmay turib ham o'zining ilkidik chaqda ham azat qilyapsa demak. Unda setib boshqa musulmonning qo'li o'tab qo'ygandan keyin azat qilsa u boshqa. Lekin xristianning bir quli ekan azat qildi. Azat qilgan ekan bu xristianda adatda viloya mu'minning ustiga viloya bo'lmaydi gapirgan. Ha? Va yaj'alullohu lil-kafirina 'ala al-mu'minina sabila degan la viloya lil-kafir 'ala al-muslim. Bunda bir qoida bor. Navki buning viloya huquqi kimda bo'ldi? Faqal Malik va ashabuhu vala'u lil-muslimin. Musulmonda bo'ldi. فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه. Keyincha biz musulmonlarga deb bo'ldik. Musulmonlarga deb bo'lgandan keyin bir muddatdan keyin xristian musulmon bo'lsa, u musulmonlikdagi azatgarchilik huquqi musulmon bo'lgan xo'jayiniga yetkazmaydi. Qaytib kelmaydi. Meros olinmaydi, musulmonlar meros oladi. Va qala al-jumhur ko'pchilik olimlar vala'uhu li sayyidihi. Uning azatgarchilik huquqi xo'jayiniga bo'ldi. Lekin meros ilishi muallaq turdi. Meros olmaydi. Meros bermaydi. Yani bu azat qiluvchi innamal vala'u liman a'taq.
azat qilgan odamni qul bo'ldi. Lekin miras qilishga bo'lmaydi. Chunki la yarisul muslimu al-kafira, ya'ni al-muslima al-kafiru masalan. Lekin miras olmaydi debdi. Fa in aslama kana lahu mirathu. Qachon musulmon bo'lib qolsa, keyin bu azat qilingan qul o'lib ketib qolsa, u burun xristian bo'lgan xo'jayini musulmon bo'lgandan keyin mirasini oladi debdi. Wa umdatul jumhur anna al-wala'a kan-nasab. Jumhurning dalili shu, anna al-wala'a kan-nasab. Azatgarlik huquqi degan nasabga o'xshash. Yani bir xil miras olib turgan narsa bu. Wa annahu idha aslama al-abu ba'da islam al-ibn annahu yarithuhu. Dada kafirken, balası mı kafirken, lekin balası başta musulmon bo'ladi. Yani balası o'lib ketsa, dadasi miras olmaydi-ku. Dadasi o'lib ketsa, balası miras olmaydi. Lekin balasidan keyin dadasi g'ach musulmon bo'lsa, balasi o'lib ketib qolsa mirasini oladi. Undan keyin qulluqning ahvoli shunda deb qiyos qildi. Va amma umdati Malik, Imom Malikniki vala'ul muslimin, u kafirga vala bo'lmaydi degan qarashning dalili Muşu Allah Teala'nın muşu ayetindeki umumi iken. وَلَا يَجْعَلُ اللّٰهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فهو يقول أنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق أزاد قيران كنده بنا ولاء حقوق بمغا مكان لم يجب له فيما بعد كم هو بما يدور. Lekin jumhur shu kunda vala huquqi bo'ldi. Mirasini bermagani musulmon bo'lmadi, lekin vala huquqi shundadir. Undan madalil hozir jumhurga ishlamaydi. وأما إذا وجب له يوم العتق ثم ترى عليه مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المال أنه يعود الولاء له. أما هذا إتفاق كأجن بالمسألة واضح. أزاد قيان كنا بلا شنو قلوا وتبتو بلا حقوق شنو ذيكان عندن بلا حقوق تصفقون بالأحوال يجبركتو. Isbatni qo'ygandan keyin bu chaqda shu to'sab qo'ygan narsa ko'tarib ketib qolsa, ma'na yo'qolib ketib qolsa, barchada ular huquqi bo'ldi deb ittifoq qildi. وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ الذِّمِّيُّ عَبْدَهُ النَّصْرَانِي. Şu an misal ittifoq qilgan masalan İslam davlatida yashagan zimmiy xristianning birisi o'zining xristian qulini azod qilsa, qabla an yuslima ahaduhuma tiklaylar xristian davlatda azod qildi. Summa aslama al-abd. Andan qul musulmon. Yani azod bo'lgan qul deyiladi. Azodlikka erishgan bu qul asl burun qul deyiladi. Azodlikka erishgan hur odam bo'lgan. Bu hur holatida musulmon bo'lgan bo'lsa, annal wala'a yartafi. Bu chaqda azodgarlik huquqi ko'tarilib ketadi. Shuning ma'noni paydo bo'ladi. Yani ixtilofli diyana degan bir to'saloq paydo bo'ladi. Fa in aslama al-mawla Andın tuzağı payda olup, tuzak tuğan ahvalda asli xo'jayin u musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lganga azat qiluvchimi musulmon, azat qilinuvchimi musulmon, ikkisi musulmon bo'lgan, tuzağı ko'tarib ketgan ekan, azatgarlik huquqi qaytib keldi. Wa in kanu ikhtalafu fil harbi yu'tiqu 'abdahu wa huwa 'ala dinihi. Hem zimmida shunda pakkagan, lekin harbiy bo'lib qolsa u qulni azod qilyapti. Ichki desam dushman yoki kafir. Thumma yakhrujani ilayna muslimayn. Andan bu harbiy musulmonlarga urushayotgan bir kafir o'zining kafir qulni azod qiladi. Azod qilib, ichki musulmon bo'lib, islom dinini hijrat qiladi. Faqal Malik huwa mawlahu yarithuna. Imom Malik bu azod qilgan kishi bo'lgan ekan, azodgarlik huquqi xo'jayinda bo'ldi. Undan ikkisini o'tirdi, vala munosabati bor deb qaraydi. Faqala Abu Hanifa la wala baynahuma. Ikkisini o'tirdi, azodgarlik yo'q. وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف. أنت أيضا إمام أبو حنيفة أصل قاعدة بوجه bu azod qilingan qul xuddi Saidga o'xshash. Yoki ham bir musulmon bo'lgan bu xolisa kim bilan valladina qadat aymanukum ahdu paymanlashib og'aynilik to'xtamni qilsa bo'ldi. Asli bu Imom Abu Hanifaning yana bir asli mazhabi bor. Bu bo'lsa ixtilofi dar islom diyorida bo'lgan shunday ish bo'lsa uni hisob qiladi. Bu kufr diyorida bo'lgandan keyin uni yo'q hisobda. Lekin bu hozir qulni azod qilgani muharib holatda kufr diyorida azod qilgan. Lekin u iglik o'qib keltirib qo'ymaymiz demak. Shundaqki Imom Abu Hanifaning ixtilof darayn degan asosi bor. Undan keyin
xalq odam bilan igdorchilik to'xtamı qilsa bo'ldi degan asas bo'lgan ekan. Bu ishlarning o'rtada igdorchilik huquqi yo'q, lekin bu azab qilingan qul xalqan odam bilan to'xtanmaslik ixtiyoriy debdi. Wa qala fa ashhabu malikan. İmam Malik'in şerhi Eşhab ustazı İmam Malik'e xilaf qilib dedi: "İza aslama al-abdu qabla al-mawla lam ya'ud ila al-mawla wala'uhu abada." Juqda qul azatullah musulmon bo'lib, keyin uning xo'jayini musulmon bo'lgan bo'lsa, ikkisini diyanat o'xshash bo'lgan ekan, azatga qaytadi dedi. Eşhabga qaytmaydi deb turibdi. Nolga bu jumhurga qarshi chiqqan bo'ladi İmam Malik'in namaz. وقال ابن القاسم يعود وهو معنى قول مالك وإمام مالك من سوزه مناسب كلمة ابن القاسم من سوزه لأن مالكا يعتبر وقت العتق إمام مالك أزد قيغان شرطك أهوالنا يسب لدوها وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد يعني bu meseleler mesela bu bundan faraz kılır kurup nezriyacan kılan dekpaktan sözler peki emniyetten bunda bulap bakmayın bu şey mümkün emas. Bekjirab. فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا. Çünkü Hristiyan dininde birbirine kul kılış yok. Belki onlar kul kılıp edip nurlaşıp yakalasandıgan, kılınaklıgan onun kanunun şunlar olmaz. Franken'in ahliklerinin birbirine kul kılış. Asayipta. Ve istahiyona nisa'yum. تفادوهم وهو محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. Demek bunun kanunda kul kılış yok. Yani Hristiyanın kulu dinge tasavvur kılınmaydı. Fakat Allah bunlar dini bizim şeriatına nurgun mesele taşırt de umum ekim geçir mangam olsa bu çadır mümkün. ولا من دين اليهودي فيما يعتقدونه اعتقاد قيغان ديانته يهود الدميو في هذا الوقت يعني إمام ابن رشد زمان مثلا ويزعمون أنه من مللهم يعني bizning diyanatımızda bizning şeriatimizda qargan qonun shariat ishida unda qul qilish yo'q. Qul qilish yo'q turib qul qilgan bo'ladi. Ama bizning shariatini aslında şöyle etken bilen. Peki İslamiyet'te gazatlarda esir üçgenini kul kılış var. Kul kılış var, onu her türlü işler arkalı azat kılış yolunu şundakan geçirken. Bundan kimin mesela uğraş baktasına kul kılış burası olan? Yani kul kılış, çok kul kılışın gerek yanılımı yok İslam'da. Ya ki kalısın aldı, ya ki ma tufaduhum tamam fidyelip ya ki men imma menden bazı ve imma fidaten yani hiç bana imamlarla koyuyorsa cenva kirişmişki asasımız koyuyorsa onu buldu ya almıştırsa onu buldu yani çokumdan kul kılışın lazım diyen bunda bir mecburiyet yok İmam-ı Müslümanların komandanı şu karar ahval karar karşılar bizim asırlarının usulüyle bu yapamayanların usulü koysa buldu almıştırsak oldu. Karşı tarafının ahvalına karab ba'da filan olmaydan qo'ysak bo'ldi. Niyetimizning yaxshiligi isbotlashishi. Ya qul qilib ishkasi bu bo'ldi. Lekin hozir insonlar jamiyati qulluq tuzumini yo'qotishga ijmo qilib, to'xtaluvni qilishib, buni qilgandan keyin musulmonlar, ya'ni o'sha hurriyatparvar, erkinparvar dinga e'tiqod qilgan islom dini mavjudlari dastlab qilib bu qulluq tuzumini qaytirib turadiganlar bo'lmaydi. Boshqa qaytirib qolsa o'chaqda ahvol bo'ladi. المسألة الخامسة أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إليهن من باشرن عتقه. بهذا عالمların icma qilgan bir masalasi var ekan. Bu bo'lsa, ayollarning masalan tuqqanlarining ilkida azatgarlik huquqi bor ekan. Buni masalan bir qulni azat qildi. Biroq qulni azat bo'lgan qulning azatgarlik huquqi saqlab qo'yilgan ekan. Bu tuqqanlikda bu din ayollarga miras qolgan bo'lsa, masalan dadisi
bir kulni azat qilib o'tib bu mavla oladi hamda bunda azatga huquq bordi bu o'lib ketgandan keyin qiziga meros qoldi nisf masalan o'shada bu azatga huquqni ayollar meros oladi degan ayollar meros olmaydi azatgarlik huquqi ayollar meros qilmaydi bunda ijmo var illa man basharna itqahu bi anfusihinna faqat lan bunda vala huquqlar qolsa o'zi azat qilgan huquqlar bo'ldi kimdan unda vala huquqini meros olmaydi أو ما جر إليهن من باشرنا عتقه yoki o'ziga vosita azat qilgan bir qul bor. Bu azat qilgan qul, ya'ni bir qulni azat qilib, u o'lib ketmasdan, uning kichkina bir odamning azat qilgan kishisi o'lib ketgan ekan, bu azat qilgan kishini azat qilgan kimdasi bu ayol desa, endi anta bo'lganki ma'noda qaytib kelsa keladi deydi. Majara degan gap shu. Bu onu söyleyen degandek. Mesela Hazreti Ayşe Berira'ni azat qiladi. Undan keyin Berira yana bir odamni azat qilgan deydi. Undan keyin buning hozir Berirada bir vala huquq bo'ldi. Bu huquq Ayşe qaytadi. Azat qiluvchini azat qiladigan qaytadi. Bunda ahvolda bunda qaytish bilan boshqa odam qilgan azat qilgan qulning huquqi ayol kishiga o'tab qilish bor, lekin meros orqali uni o'tab qilish yo'q. Shu Allohga o'zi bilan azat qilayotgan qul yondan azat qiladi. Shu vaqtda ikkinchisi o'lib ketgan vaqtda ashunga baloq huquqi ayol kishiga qaytib keladi. O'lib ketmasmi? Ashun qaytib oladi. Hayat bo'lsin. Chunki asli uni azatulab azat qilishlik asli sababchi bor. Wal ammo shirkning a'zolari o'xshash kerak. Ya'ni asli nimaga qilib turgan. Ma jarra ilayhinna imma bi wala'in aw bi nasab. Yani ya azatgarlik bilan yoki nasab jihatdan aynda bir nima so'rab kelib qolsa, birisi-birisini tatib eklish bilan bo'ldi deydi. Misalni ko'raylik. Misla mu'taqiha azat qilib qo'ygan bir qulining u ham o'rib olgandan keyin yana birisini azat qilib olsa, uning valasi shu asl azat qiluvchi bo'ldi. Aw ibn mu'taqiha mana masalan azat qilgan qulning bolasi bo'lib qolsa, masalan Bariraning bir bolasi bo'lib qolsa, Hazrati Ayshaga yanlam uning valalik huquqi uning bo'ldi demoqchi. Nasab degani shu. Ilgirikisi mu'taq degani vala. Va annahunna la yarithna mu'taqi man yarithnahu. Bu ayollar yana bir ittifoq kelgan, ijmo kelgan urinmadi. Bular o'zi mirosini ola oladigan kishilarning azat qilayotgan qullarining unda mirosini olmaydi dedi. Mu'taqi man yarithnahu degan kim? Mesela qarindishi. O'sha ayolning bir aksi var ki, aksi bir qulni azat qilayotgan bo'lsa, u qulning valasini u miras olmaydi u ayol. Vala munosib bo'lmaydi buni. Unga miras olmaydi. Illa ma hukiya an Shurayh al-Qadi balki miras olmaydi degan o'xshash aslida. Navoiyda bunun bir ijmo bog'i o'xshash. Shurayhdan boshqalar ijmo qilgan. وعمدته يعني شريحنا هذا الدليل أنه لما كان لها ولاء ما أعتقد بنفسها إذا أدقيقاً كلنا ولا سأشأل بلغم بوسا كان لها ولاء ما أعتقه مورثها أشأ أيالغا مراس قدرا لدغم أدم أزقيقاً ولا حقوقهم وبولش كراك قياساً على الرجل أكشك أخشاشا أيالنا أكشك أخشاشا جمهور أيال كشك من ذا ولا حقوق مراس قمي دول وهذا والذي يعرفونه بقياس المعنى وقياس المعنى ديالنا قياس العله دمجي وش بزادر فقدا يترقدان قياس شو دي وهو ارفع مراتب القياس وهو قياسنا هنا ان شكر مرتبلردن كشلو قياسنا برتره وانما الذي يوهنه الشذوذ ديكن مشرحنكي قياسه ölçemli qiyas fıqhda lekin buni ojizlik qo'ydig'ini shu shurayhdan boshqadan bu qarashni tutgan shu yolg'iz chiqib qolgan shazada yolg'iz chiqib qoldi shu tarafdan ojiz bo'lmasam-da agar jiqraq odam mushqarahni tanlab mushqiyasini qilgan bo'lsa dalil kuchli buni
وعمدة الجمهور أن كل قالنا دليل جواب أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق. يعني ولا حقوق أزاد قدرك حقوق ديان أزاد قيوچنا أزاد قلنغان قلقارتا بر نعمت أتا قيغان بوغاشتا أتا قيغان نعمتك أساسا بلغان حقوق تبري. وهذه النعمة bu nimet olsa إنما توجد في من باشر العتق. Bu fakat lan bivasıt özü azat qilgan bo'lsa shuni berildi. إنما الولاء لمن أعتق أو كان من سبب قوي من أسبابه. ياكي نا كشلق بسبب لبقاسا يعني أشوالا أولدغان كشلق بسبب لبقاسا وچاقدا unun berildi. مثلا وهم العصبة. العصبة سبب قوي من أسباب الولاء ديلامنا. ولاء إرشنكي miras ilish. Mirasning kuchli sabablardan birisi bu. Ta'sibin. Unda asaba bo'lsa, buning ham vala huquqi bor deydi. Endi bu ayol kishi ya o'zini azat qilmadi o'qilni yoki asaba emas. Undan keyin bu nima zavl arham bo'lgan ekan, u vala va miras olmaydi dedi. قال القاضي وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء. عند الذكر qilgan bayanlarımızda qanday kishining vala huquq bo'ldi, qanday kishining bo'lmaydi, biz buni muayyanlashtirib qoldik. Hamda tabaqiya an-nazaru fi tartib ahli al-wala'i fil wala. Unda shu vala huquqiga erishganlarning vala masalasidagi tartibini bayon qilamiz. Kim kimning oldida turdi degan. فمن أشهر مسائل في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر. الولاء للكبر هنا ولاء حقوقه ترجعت أن شنو قلدو ديمز. يعني دا تستقبل ولاء حقوقه أن شنو قلدو يعني مثلا مثلا رجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل. bir qulni azat qilib tuqlab, uni o'kishi o'lib ketib qolsa, va taraka akhawayni aw ibnayni. Ikki qarindosh yoki ikki o'g'ilni tashlab qo'yib ketibdi. Shama, thumma mata ahadul akhawayni. Akhawayn tashlab ketdi degan misolni olsak, shu ikki qarindoshning birisi o'lib ketdi. Va taraka ibnan. Birisi o'lib ketdi, bir farzandini qoldirib ketdi. Aw ahadul ibnayn, yoki ikki bolasi qo'yib ketgan bo'lsa, أو أحد ابنين ليلة يا إشكي بالا قويقلب كتكن بوسا وإشكي بالنا برسولة كتشنما عندهم قناوضوا ترك ابنين ليلة يا إشكي وغال يا إشكي قرنداش لشركتة إشكي قرنداش لشركتة أولا ونن بالقرنداشنا بالأغلى كبقالده إشكي وغال لشركتة جاودا بالأغلى بالأغلى كبقالده. فقال الجمهور في هذه المسألة أن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه. مشو مسألة أولاد كتكن قرنداشنىڭ ولا حقوقدىن alğan نسيبسى buni u bolasi olmaydi. Masalan bizda masalan 5 bolasi bor odam hayot chog'da 100 bolasi o'lib ketgan bo'lsa, u bolasidan bir bolasi qolib qoladi. Anda bu adam o'lib ketsa, shu 4 o'g'li marasoldi, o'zining hayotida o'lib ketgan bir bolaning bolasi olmaydi degan. Shunga o'xshash bu odamda o'lib ketgan qarindishining vala huquqidan oladigan nasibasini u qoldirib ketgan o'g'li olmaydi. Va huwa raji'un ila akhihi. Mana bu huquq qarindishiga qaytadi. Yana u haqqu bihi min ibnihi bi xilaf al-miras. Yani bu ahvolda xuddi 4 bolasi bo'lgandan keyin o'lib ketgan bolasining bolasi olmaganga o'xshash, yani birinchi darajalik tutgan, ikkinchi darajalik tutganni hajm qilyapti-ku. Ma'lum bir qarindish bo'lgandan keyin bu qarindishning bolasi o'lib ketgan qarindishning bolasi olmaydi. Chunki ayat tag'isi bor. Huwa raji'un ila akhihi li'annahu ahaqqu bihi min ibnihi. Mana shu qarindishining haqqi aslida meros bo'lsa qanday farzandiga qoldi. Demak bu ikki qarindosh bor. Ikki qarindoshning hozir birisiga tavallik qilingan. Bu huquq aslida bu odam o'lib ketib qolsa, o'zining bolasi qilish kerak, meros qilishda. Endi bu vala masalasida o'zining bolasi qilmay, ma qarindoshi qiladi. Ma meros nimasiga zid kelma vala masalasi. لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت. Miras meselesinde
bu miros huquqidan to'sab qo'yish degan qaysi yaqin bo'lsa ajrani to'sab qo'yibdi deydi. Va una bil qurbi min al mubashir al atqa. Unda hozir yoda shu hozir meyitga yaqinchilik emas, meyitga yaqinchilik bo'lsa Qozog'iston qonunini Qozog'iston ilishki lazım. Hozir azat qiluvchiga kim yaqin bo'lsa shu oladi. Va taraka axavay qarindosh azat qiladi. 3-bir qarindosh azat qilgan to'g'ri, keyin ikki qarindosh qilib qolgan. Davomga hozir azat qiluvchi qilgan qarindosh azat shunga nisbatan yaqin. Lekin o'lib ketgan u qarindoshi balasiga yaqinchilik zamonda demaymiz. Meyitga yaqinchilik emas, azat qiluvchiga yaqinchilikni hisoblaymiz. Bu nozik masala ekan. Demak bu azat qilgan kishi kim desa, 3-bir qarindosh edi. Undan keyin ma qarindoshi o'zi azat qilgan qarindoshining unisini shulab oladi. Azat qilgan qarindoshiga bu o'xshash qarindosh bo'lgan yana bir qarindosh bor. Uning bolasi bu to'nchi ketadi. Bu olmaydi. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم من الصحابة. جمهور قرشة من دا جلقين. وقال شريح وطائفة من أهل البصرة بلاد حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيهم. بلاد الجمهور دائرة تشتشنما بلاش خرجنتك خلدو دكتور. وعند هذا تشبيه الولاء بالميراث. بلانın delili ولا حقوقنا miras qilishni odatda boshqa mol dunyosini miras qilish o'xshash qarabdi. Chunki shuning haqqi bolalar qolibdi demoqchi. وعندة الفريق الأول الجمهور من دليله أن الولاء نسب مبدأه من المباشر. أن الولاء يعني أصل نادي كأجن حقوق بوسة أزاد قيران كشرين كأجن. كم أزاد قيران بوسة شوني كريت كان حقوق بوده. داوام كم أشري سبب وكين أولك كتير ودنا ماسك. أش مباشر كم يكون بوسة أشقله دوا. هم تولى أم بدون. مباشر قرن شيخن. مباشر غا قرن شيخن. لكن قرن شيخن بالس يكون ماسك. ومن مسائل المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء. أزاد كردلك نشورش مسألة ديان مش مسألة مشهور مسألة برسة. بلو شكل قنداسة وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة بركل واكن. ونوم بردك تبقى بالر واكن. فأعتقت الأمة. شو ددك يعني أيال ديلا أزاد كلهم كده. شغلان بيرولك كده وياه. ثم أعتق العبد بعد ذلك. عندن إيره أش كل فرزندن دادسوغان كل عندن أزاد كله. فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين. مش بالرنين كه أزاد كردلك إيجادات حقوقه كم دبولده. أتانسه أزاد كردكين كن وبالر ما أزاد كرده. أنا بالرنين كه أزاد كردلك حقوقه كم نقوله دبولده. إذا أعتق العبد سما أزاد كلهم كيان. ده. أصلاً ده أنيلان دادنا أزاد كيان بوده. كيو بالرنا أزاد كلهم أوتوماتيكلي أزاد كلهم. أنا كيو بالرنا أزاد كلهم كم ده. فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب. وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه. Bunda bağışta, ixtilaf bağışta. Yani bir ittifak gelgen bir urun var edi. Bu bolsuma ayol kishi azat qilingandan keyin shu ayolning qo'sqidagi bola bo'lib qolsa, uni hech qanday qulluq nimasi yuqmadi buni. Qulluq holatida bo'lib qoldi. Azat qilingandan keyin qo'sqi bola bo'libdi, tug'di. Lekin qulluqqa hech qanday munosabat bu farzand bo'ldi deydi. Hatta qo'sqidagi chaqda u ayolda qulluq yo'q holatda. وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق. Yani bu kul ayol azat bo'lgandan keyin kul shu ayolni olsa va qabla itq al-ab andu ire texa azat bo'lmadi. Zaman huwa limawal al-um. Bu charu bala kimga tavallud ekan?
anının xo'jayinlariga tava bo'ldi debdi. Demak, bir ayol azat bo'ldi. Azat bo'lgandan keyin buning aslida farzand urvatdi, ervatdi, erimi xuddi. Lekin bu ayol buni azat bo'ldi. Azat bo'lgandan keyin shu erim bilan o'tib yuray degan ahvol bo'lsa, bu ayol unda bir holatda qo'saq ko'tardi. Qo'saq ko'targandan keyin shu bolani tug'sa, buning igidasi huquqi ayolni azat qilayotgan xo'jayinlar bo'ldi deb isbot qilgan. Endi men talashlar qilgan masala vaqtalafu birinchi tashkil so'shuldi. Endi ularning ma'nosini إذا لم يكن الموضوع بالاتباع المشروع أنا أعرفه. ما يدعون الله وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم دابر توقتوس لا قال من استرم جملة الإسلام عندن هو لموالي الأم. يعني أش بالله أزد كتلك حقوقه kimga tava? Onini azod qilgan xo'jayinning tava deydi. Ashunlar chitishgan. Lekin biz jumla bo'lsak, walakinhum ittafaqu ala anna wala'ahum huwa limawali al-um. Yani bu hozir dadasi azod qilingan ahvolda. Vaqtalafu idza u'tiqala درس أزلت الغاء والله طلبت هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر؟ ويك شو خسر مجمل كذا؟ أطلع كل مسألة شو خجان ولا بقول دقيقة درس أزلت نشتم ولا؟ درس أزلت نشتم ولا درس أزلت كذا؟ أنا نحن خصوصا كهرباء مسا بنسمع الله سبحانه وتعالى. فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب. يعني دادسه azat qilgan ahvolda bu bolalarning azatkarlik huquqi kim bo'ldi deb ixtiloflashib qoldi. Endi bu yerda ittifoq kelgan bir o'rin bor. Bu bo'lsa, ayol azat qilgandan keyin azat qilmay qolsa, endi bu ayolning qo'sida azat qilgandan keyin farzandlar u tug'ilsa, bu kimga tava bo'ldi? Shu onning azatkarligi tava bo'ldi dedi. İttifaq bo'lgan ya, dadida azat qilgan ahvolda onaning bir holatda qo'shilib bo'lib qolsa, onaning azatkarisi tava. Hamda dada azat qilgandan keyinchi ular ixtilofi degan takrar yozgandekdir. فإن العلماء اختلفوا لما يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب هنا مش هذا واختلفوا إذا أعتق الأب مش تكرار درس أزد قاسو هل يجوز ولاء بنيه لمواليه أسمعنا أنسنا أزد كتستاول ديان درس أزد قاسا درس أزد قيل الله بغمض بلغنا أزد كتسا ديان اختلاف لسه أم لا يجوز ياك سورمندو u bolalarning azatli huquqi erning, yani dadasininki azatli huquqi bo'lmaydi. Ular shunda o'zining ichaqsiz o'ralab ketadi. فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجب سورة موضوع أجبالرنك أزد كبر حقوقه دادسنا أزد قيغان فجاء الله والدور. وبي قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم. وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة لا يجر ولاءه. وبلغنا كده سورة ما يدور. وروي عن عمر دلوقتي أزت عمر المؤمن ده رواية كنته. وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثوا به قبيصة ابن ذؤيب عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب من روايات كنده تفسير باغن شردا عبد الملك بن مروان شو خليفة أجنبي يكون كتكين يعني أبو لا يجري ولا دم. وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور. حضرت عمر بن جمهور من قرشتك رواية كاغن ده. دلوقتي حضرت عمر ده شكل رواية كبته. وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب. الجمهور دليله
bu vela degan nasabga o'xshaydigan narsa. Masalan, miras olgan chog'da nasab orqali miras oldik, vela orqali miras olish va nasabga o'xshash bo'ldi. Va nasabu lil abi dunal nasab degan dodi tarafga mansub qilinish va ona tarafga mansub qilinmaydi. Undan keyin jarrul vela masalasida ballarning nasabi hozir dadini azod qilish bo'ldi. Anna azod qilish emas. وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم بلغنا هر çağda darısı azad bulab boğuça onu tavat dedi. Çünkü çıktarının qaysi hür olsa şunu tavat oldu. كانوا في موجب الحرية تابعين له. Anda kim? Dadısı hür olğandan kim o? Yani şu onu tavat olab oldu. Mujbul hurriyet degan shu wala. Yani hurriyet ilib qilgan narsa nima? Wala. Shunami? Biz hur bo'lgan ekan, wala huquqi ilib qildi bu. Keltirdi. Va hurriyet walani keltirib chiqadi. Mana hurriyet keltirib chiqilgan narsada undimi ayolga tava bo'ldi, aniq tava bo'ldi. Mujbul hurriyani al-wala demoqchi. وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا. İmam Malik dedi ha, dadısı kullanıp kalsa, dadının dadısı kullanıp kalsa, dadının dadısı nevresinin velaletmesine çoğun dadını azat kıyıcığa söylemeli. Nevresinin olmasını söylemeli. Çünkü o dadısı kullanırken hazır, çoğun dadısı azat kılınan bir adam olsa, nevresinin azat kılışı olsa, çoğun dadısını azat kıyıcığa hücaylı olur. İmam Malik'in mezhedi. Hazır çoğunda da var. Çoğunda da azat kılıngan. Yani bir oğul var, bu kul. Bu oğulun balları var. Daha önce çoğunda da aşı nevrilerinin azat kılınış hukukunu burada adamın mansub kılındı. Özüne azat kılmışlar. Bu balları öğre olan asas şunlara bak. Bu balları öğre. Balları öğreken hazır. Bir azat kılınlar şunlar mı? Ya bu hazır anısı azat kılınmakta. Azat kılınırken bunun velası anısınınki azat kılmış olduğu der tuğan. Hem de bir taraftan dadısı azat olan olsa cükrükte itlap oldu. Yani dadısı azat olmay, çoğundası azat. Lakin bu çoğundan dadı olduğunda diyen nülge asasen ayağınınkini kaç tartıklam maddadının belirtirkenimiz. İlla en yu'taqalab. Taqallam dadı azat qilib qalsa, bu cho'ngda esa bu dadini azat qiluvchiga bo'ladi. Aslida dadisining o'zi azat bo'ladi. Bu chaqda vala kim qaytidi? Dadini azat qiluvchiga qaytidi. Cho'ngdani azat qiluvchilarning qo'ldan dadini azat qiluvchining qo'li qaytidi. Va bihi qala Shafi'i. Demak, shu masala dadisi qul bo'lsin yoki o'lib ketgan bo'lsin, cho'ngdadiga o'tdi. Ham dadisi ayet bular ki azat kılıp kalsa çoğunlarının azatkarlık hukuku hocaylardan dadının azatkarlık hukuku hocaylarına kayıtırken ve bir kâle Şafii İmam Şafii'nin kegen çıkın karasının birisi de müzünde adab karalan ve khalafahu fi zâlikel kufiyyûn hani bir mezheplikle başlık karaslı oldu ve atemudu fi zâlike على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الأب. Burada yaptığımda bu çoğundadınınki azatkarlıke çoğundasını azat kıyıcılarga çoğundadını azat kıyıcılığı var. Ama yani bunun azatkarlık hukuku nevresinin azatkarlık hukuku bu adamın mensup ulaştı. Aslında bu nimi sebepli olan bu çoğunda da dadının dazla bağlıklı olan baş sebebi var şey. Ve idâ lem yekun lil abi velâun dadınınki velâşı bulmuşsa fe ahra allâ yekun ced. Asıl dadıga bir hukuk ispatlansıydı. Andın bu çoğundadan ütkürttü. Bu dadıda ispatlanmağa hukuk çoğundadan da ispatlanmağa. Yani fâkıd-ı şey'i la yu'atihi diyendik. Ve umdetul fariq-i thâni yani İmam Malik ve Şafii'nin enne ubudiyetel abbi hiye kemevtihi. Huddu dadının kulluk halde o dadı
o'lganga o'xshash, yo'q hisobda. Chunki qulluq degan o'langa o'xshash. Xuddi yo'q deb hisoblaylar, g'achchida cho'ndirib o'tganda deydi. فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبلغ. دادو مالكن cho'ndirib o'tkilish kerak bo'ldi. ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء. فهمتم هذا؟ ولا حقوق عصبة قالدو degan jumhur ishlama. Jumhur asabaga qoldi degan. Ana qilmaydi. Ha? Bizlar ham qilmay asabaga qoldi degan. Bular asaba mesela al-abna, al-aba, erba bo'lgan, erkak bo'lgan. Tartiblashda farzand va otlarning oldin o'rin turdi. Yani bu ta'sir quvvatiga qarab turdi. وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث. Bu onundan yuqorqi turikka yetkazmaydi. Faqatlam astidagi turik yo'q bo'lganda holda undan yuqoriga yetkazildi. Bixilaf miras. Mirasda buning ta'siri. ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أن الأبناء أحق من الآباء. وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث. بلر بمسا أنتم دادزغا يتكلمون بخلاف الميراث. الميراث تا بلر بوسو دادزغا ألقته. شنو؟ لكن ما هذا بلر بمسا أنتم دادلر يتكلمون بمسا بلر بالكموهم. لأن البنوة عندهم أقوى تعصيبا من الأبوة. çünkü ularning nazarda dadılıqdan balılık reştisi güçlü. والأب أضعف تعصيبا. dada asablaşda balılıqdan acizroq. والإخوة وبنوهم أقعد عند مالك من الجر. İmam Malik nazarda çoğunlarga qaraganda qarindoshları va ularning baldiri meyga yaqinroq bo'ldi. Aqad degani aqrab va avladı. وعند الشافعي وأبي حنيفة الجد أقعد منهم. إمام الشافعي ve İmam Ebu Hanife'nin nazarında çoğunda da qarindoshlar va qarindoshning baldiridan bekrak yaqin. Mesela şu meselelerin müşerreke deganda bu qarindoshlarni jihat ikkisini o'rtaq miras var o tang. Yani bu yaqinchilikda agarsa ixtilof bo'lib qolgan islom. Qarindoshlik yaqinmi, cho'nda yaqinmi? وسبب خلاف من أقرب نسبا وأقوى تعصيبا. Yani talashdan sababi bular qaysi nasab jihatdan eng yaqin, asaba jihatdan eng kuchli degan masalaga berib taqiladi. وَلَيْسَ يُوَرَّثُ بِالْوَلَاءِ جُزْءٌ مَفْرُوضٌ وَإِنَّمَا يُوَرَّثُ تَعْصِيبًا. Vela mirası farz yerga taqsim qilinmaydi. Vela mirası azatgarlik huquqining mirasi farz egalariga taqsim qilinmaydi. Aslida olgan huquq. Yani al-wala yuwarrathu ta'siban la fardan. Bu muxass qiluvchi. فإذا مات المولى الأسفل فإذا مات المولى الأسفل مات المولى الأسفل يعني ليس أجد كلنا نقول العبد الذي أعتقه شنو مولى أسفل المولى الذي أعتق معتق ومولى أعلى المعتق مولى أسفل شنو مولى جنس مشترك هذا سكس كمان سوا مولى القرآن الكريم هو يتسكت كمان كذا شو مولى أسفل جنا أزاد قلنغان قل مولى أعلى جنا أزاد قلوشي خجاين مثل مولاي ده خجاين مولاي ده هو هذا قلنا مولاي فتايا مولاي ده مشترك فينا أزاد قلنغان قل بلكته ولم يكن له ورثة أصلا bunun faqat miras qo'llari yo'q, hech qanday tuquni yo'q ekan miras qo'llari. أو كان له ورثة yoki uning miras qo'llari borkin la yuhaytuna bil miras. Mirasdan hammada ketmaydigan, ya'ni eshib qoldi. Ular og'amlikmi eshib qoldigan qo'llari bor ekan. Kana asibuhu al-mawla al-a'la. Ana uni kim ta'siban aytdi? Masalan miras qo'li bo'lib bu azat qilingan qulninki.
Mirasxo'rlari fardan masalan oldirini oldi. Keyin ish qilsa, buni ta'siban oldigan asabasiga ham Mavlal a'la. Azat qiluvchi hamma supurib oldi. Mirasxo'rlar bo'lmasa, yana hamma shundan supurib oldi. وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب. يعصب المولى الأعلى ديان مولى الأعلى بموسى. هذا هو اللي كتكلمنا عصبسه مولى الأعلى. بو بموسى قنالده كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب. مولى الأعلى فرزندره أجمعين عصبسه oldu. Yani o asablik nimasi masalan eng yaqini bo'lsa undan keyingisi undan keyin bundan o'qilgan hadisda fama baqiya fali awla rajul zakar do'kin mavlal ala yo'qkan mavlal ala bo'lmagan undan keyin bolalar bormi o'g'li asab bo'ldi o'g'li yo'qmi undan keyin qarindosh yo'qmi tag'illar degandek shuni qildi ya'ni mana بناته وبنيه وبني بنيه وكذلك يعصب المولى الأعلى كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب. أسباب قلنا بالر بلد قرقاسا بالر بوما قرقاسا أصلا يجي بالر بلد إيش قرنا قرقاسا خجالنا بالر بومسا تعصبنا من أسلم بالر بوما أساسا إيش قرنا تعصبنا شنو هيك؟ خجالنا يعني تعصبنا كل من للمولى الأسفل عليه ولادة نسب. بلى. أسفل بالشنو؟ يعني بناته وبني أسفل. كيف أسفل ده بيختار؟ أعلى. بلكي أسفل بس تور شكله كل من للمولى الأعلى عليه ولادة نسب يعني بناته وبنيه وبني بنيه. وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي إذا ماتت امرأة ولها ولاء وولد وعصبة bir ayol vakin bir xo'jayin keldi bu ayol bir qulni azat qilgan ya'ni bir qulga qarta bir vala huquq vakin bu ayolda azat qilgan bir qulga qarta vala huquq vakin endi buni farzand vakin ya'ni asabasi vakin endi bu vala huquqi kimga yetkaziladi faqalat toifatun li asabatiha asabasiga yetkaziladi farzandlarga emas li'annahum alladhina ya'qiluna anha chunki bular o'sha ayolningki diyat to'lamlarini ustiga oldiganlar deydi undan keyin ma chiqimga yo'g'aniki ma kirimga yo'ldi degan wal wala'u lil asaba wala degan wala uqu degan asabilgi bo'ldi أهل الفرائض بالموجود ذكوا وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال قوم لابنها بعد فرزند المولود وهو قول عمر بن الخطاب وعليه فقهاء الأمصار وهو مخالف لأهل هذا السلف شنكيونا مش قراش هذا مش عالم لنا أجدهم تتقلوا خلاف çünkü bunlar ahl faroidga bala huquq bo'lmaydi asabasiga bo'ldi deganda nima bilan qancha bu bolasiga meros olgan shunaman ibnul mar'a laysa min asabatiha u ayolning bolasi asabasidan emas ahl faroid demoqchi asli bu asabasiga yetkildi deyish kerakdir lekin unda demadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hammasi Safiyaninki azat qilgan bir qul vakin, azatgarchisi vakin. Shu Hazrati Alining hammasi bo'ldi. Shunami? Hamda bu Safiya o'lib ketgan chaqda Hazrati Ali da'vo qildi. Mening hammamninki azatgarchisi bu. Ular huquqi ma'lum qildi debdi. Hamda Zubayr radhiyallohu anhu, Zubayr ibn al-Awwama bu Safiyaning o'g'li. Anasi Safiya bint Abi Talib
bu anamın Hazreti Gerdise dat bu işkeden dağıldı. Hazreti Ali'den Zübeyir. Şu Ömer Radıyallahu anh kimi buyurup tuttu? Zübeyir'e buyurup verdi. Lekin aklını tülem ilişkilerini Hazreti Ali'ye buyurup verir. Vela hukukunu Zübeyir'e buyurup verir. Demek akıl degan asaba nimani bolis buyurup. Bunda bir voqea bo'ldi. تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك